yakında aldığınlağa bir meyman beripti. Xalq bilen görüşme dep, yani xalqniki atanmış lideri. Yani özünün yüzdeki çapançılarını jığıbilip saylam, atanmış saylam, abay Toğluq kam dedim o, Mevlan kam dedim o, dep öttamlağı o atanmış saylam, yani bir oyun hemdi. O oyununu koypağan dekin Amerikaga mıda bir lider berip bir xalq bilen görüşkendek bir sorun tüzülüptü Amerika'da. O yerde o Kao dedi ki dedi, yani sizlarni kim tanqitlasa onu Xitoyning adamı, Xitoyning jasusi deb tasvirlaydi ekansizlar, onu pishnichi, yana bir nimachi deb tillaydi ekansizlar desa, o Kao qopib nima deydi? Bizning bir dushmanimiz Xitoy hukumati. Onundan başka bizning qarindoshlarimiz hammasi, bizning qarindoshlarimiz, biz quchoqachimiz dedi-da. Ama şu sualını sorgan bala, o yakında Mevla Yasin sana azrak fikir vergen ki sen Mevla Yasin'de de tillap kalmay, ailesini söylep çıktın, o Mevla Yasin senin qarindoshing emas ma? Hem de bu Mevla Yasin'nin ki o birli misal go, bunda misal nayet köp. Mayli kimdi bularni tanqid qilsa, bular Xitoyning adamı, Xitoy mal uchun milliard pul xarjlab, ularga qarshi faoliyatlarga qirg'izayotgan Xitoyning odamlari yoki pishnichi deb tushdi-da, ammo men uni ko'rgandan keyin haqiqatan bu Kao'da 100 degan narsa yo'q deb qoldim yani. Bu shu yaqinda dedi-ku Mevlanka sen to'g'ri qo'shat gapni tag'i. Ammo nomus qilmayman. Uyg'urlarni tanqidsa, men quchoqachiman, mening qarindoshim deb dedi. Yana nima deysan unga? Qara, Dolqunchi qara. Shu 2021-yili u menga sungan so'g'it o 20 minutlik, 22 minutlik so'zlabdi. Endi Dolqunning o'zining tarixiga menda qarab baqsaq, u birinchi o Dolqun yolg'onchi. Masalanga, ash yiliqi Google'ga kirib qarab baqsanglar, inglizcha 85-yildan 89-yil Uyg'ur o'quvchilar harakatining lideri deb yozyapti. Harakat. Amaliyotda 85-yilgi harakatda Dolqun Aysa yo'q. Qatnaşqan bo'lsa 10 necha ming o'quvchilar keyin qatnaşqandi. Chunki u vaqtida to'liq ishkilimiz shu atalmış Xinjiang universitetining matematik fakultetining o'qituvchisi. U vaqtdagi ahvolni shunda bilamiz. U yerda qatnaşqan u shu vaqtida Xitoylar bilan suhbat qilgan 4 odam Nurmamat Husanboy, Umid Germaniyadagi, Kanadadagi Mehmet To'xti, undan keyin Turg'un dedimi, Tuygun dedimi, bir bola bor ekan, uni to'lmayman ekan. 4 suhbat qilgan hozir chatdiki. Bular hammasi oshkorladi. U vaqtda Dolqun yo'q. Şu yalğandan, men aşının qarab, aşının dedimde bu şunçalar adamlar şu vaqtida veyran bo'ldi, şuncha Uyg'urlar. Qandaq qilib aşı Uyg'urlarning qilgan natijasini o'zining natijasi qilib dunyoga ko'rsatdi. Bu yolg'onchi. Endi o gapning yolg'onchiligini to'li chiqib turdi. Mao iyun vaqas namoyish qilganim chiqib dunyo Uyg'ur qurultayining chaqirgan ovoz qo'shib harakat faoliyatlarini ilyapti. Amerikada butun tashkilotlar birlashib kimning dunyo Uyg'ur qurultayi bilan kori bor. Ondan keyin mening ayolimni 2017-yili ayol ikkisi Sharq Turkiston qaytib, ashada Nurbahriy bilan o'sha o'yinda deb shunda deb so'zlabdi-da. Bu bir bosh og'zini ostila yolg'on so'zlaydigan bola ekan. Olg'in so'zlagan. Ikkinchi, bu bir axloqsiz lukchakka. Endi o'sha to'rda men bilan qancha bo'lmay, mening ayolimni shunchalar sap so'zlar bilan tillab ketibdi-da. Söhbət. Elə lükçəklərin içində nini baturlar var. Uğan bacığı var lükçək. Bu elə lükçəklərin içindəki əxlaqsız pəskəş lükçək deyək. Bunu heç qanday mən bilan muayyan münasibət yox. Bununla arlaşmağa uni açıb bu şəkildə şunçalar satırlar bilan tillab ketibdi də bu. Endi Dolqunning məsələn özünə baxa bir to'g'ri keldi. 3-chi kelsak bu bir bölgünçi Uyg'ur harakatiga. 2017-yili siyosiy o'zgarish qilib, shu vaqtida dunyoda 70 yildan keyin birlik kelgan Rabimdamning yetakchiligidagi Uyg'ur birligini vayron qilib o'tdi. Shuningdek Uyg'urlar terib-eran bo'lgan. Shu vaqtdagi Rabimdamning yetakchiligida nurg'un tashkilotlar ko'z qarashi bir-biriga
nima o'xshimismi, gaylar xili jiddiy bo'lsimi, Rabbimdan chiqdi. Mushning aslida birlik kelish orqali asta o'zimizni bir cho'ng xalq oraliq tashkilot qilamiz degan. Shuning uchun masalan men mushta qilib bassam, Germaniyada Uyg'uriston tashkilotlari, mushu Siyut Tunturklar, bular nurg'unlari masalan dunyo Uyg'urlar ideyasi nayt qattiq bo'lsa-mu, Rabbimdan aslida birlik kelaydi deb birlik kelgan, buni Uyg'urlar ichida bo'lib berdi. Chunki Uyg'urning birligi bularning yisida, agar Uyg'urlar birlik kelsa, bu rais bo'lanmaydi, saylanlardan qoladi, hozirda dünyani aylanib yurib sayorat qildigan bundaq inqilobni qilolmay qoladi. Tomosha shakldagi buningga Sharq Turkiston faoliyati degan bu Dolqin Aysa uchun bir ko'ngil ish faoliyat qara. Jon bekish yo'li. Bu bir buningda bu ilaqa faoliyat emas, buning bir xizmat. Shu gap shunqa. To'rtinchi buning tarixiga qarab baxsang, bu mustaqillik qarish gap. O'z taqdirini o'zi belgilashni mustaqil bayroq qilib ko'tarib kelyapti hozirgacha. Ana indigenous deganlarni kirgizibdi. Budaqi Uyg'ur tribe'ni oldimi indigenous degan gaplar kiribdi. Bu har bir bosqichda Uyg'urlarning mustaqil harakatini avtonomiya Xitoyning ostidagi bir harakatga aylantirishga tirishib kelayotgan bo'lik. Buni bir mezgil ketdi bu Dolqinda. Shu uchun shu Shahbay meni ayol qildi dedim, mushlandib qildim. Buning da mushundaq bir xarakter bolik bu. Hozir mushu bola dunyo Uyg'urining yetakchisi bo'lgan ekan, bu tashkilot nega bordi deydi. To'play bo'lgan ekan,